Hammaga salom. Xabaringiz bor, yaqinda Qasoskorlar qiyomat kuni filmining ilk treyleri chiqarilgan edi. Kanalda reaksiya videosi ham bor. O'tib ko'rsangiz bo'ladi. Juda ham jo'shib ketganman. Bu videoda esa mana shu treylerni to'liq tahlil qilamiz. Eng ishonarli teoriyalar, taxminlar, sinchkovlik bilan ko'rib chiqamiz kadrlarni, belgilarini aniqlaymiz. Shunday ekan hozirroq like bosing. Bundan tashqari tahlildan keyin Comic Conda bo'lgan eng zo'r yangiliklarni aytib o'taman. Ya'ni Marvelga tegishli bo'lgan ekan. Shunday ekan videoni albatta oxirigacha ko'ring. Kevin Feige esa mana yangilikni zo'ridan boshlayman. Kevin Feige shaxsan o'zi aytdi, kino olamining rejalari 2042-yilgacha ekan deb. Shunda necha yil bo'lyapti? 42 minus 26 kimdir ayirib olsin kalkulyatorda. Xullas 16 yilga rejasi bor ekan. O'zi Marvel boshlanganda 10 yil oldin reja qilingan edi. Ya'ni Temir odamdan boshlab 10 yil oldin. Endi hamma film ikir-chikirigacha reja qilinmagan vaqtda umumiy kartinani ko'ra olishgan 10 yildan keyin va hozir ham Kevin Feige biz 16 yil keyingi kartinani ko'rib turibmiz deyapti. Endi to'g'ri, ungacha hali nima bor, nima yo'q hech kim bilmaydi. Mana shunday rejalari bo'lgani yaxshi. Marvel doim trendda bo'lib, bizga yaxshi filmlar qilib berishiga tarafdorimiz albatta. Shunday ekan fikrlaringizni yozib qoldiring va endi treyler o'ziga o'tamiz, tahliliga. Treylerni umumiy olib qarasak, bilasizmi, unaqadir treylerga unchalik o'xshamadi. Ko'pchilik aytdi. Masalan, Abadiyat jangi va final filmlarining treylerlari bilan solishtirsangiz sal boshqacharoq. U yerda narigi oldingi treylerlarda temp yaxshiroq, qanaqadir jang sahnalari ko'proq edi va qo'shilaman, bu aslida to'g'ri treyler deb chiqarildi, lekin toza teaser, faqat krupniy planlar, personajlarning yuzlari ko'rsatilgan. Mana bizda mana shunaqa aktyorlar tarkibi bor, tanishib olinglar, ko'rib olinglar, shunaqa zo'r personajlarimiz bor deb maqtanilgan va asosiy maqsadi bilet sotish bo'lgan. Ya'ni o'sha Infinity Vision kinoteatrlariga biletlar chiqdi va shuni evaziga bu treyler chiqarildi, lekin nomi treyler bo'lgani bilan toza teaser. Shunday bo'lsa ham juda ham ko'p detallar taqdim etilgan. Umid qilib qolamiz, keyingi treyler xuddi o'sha Abadiyat jangi final kabi zo'r tempdagi treyler chiqadi deb. Shunisi bo'lsa ham hozir tahlilga o'tamiz. Treylerga o'tishdan oldin posterlarga bir nazar solsak, bu posterda Doktor Doomning oilasi vafot etgani tasdiqlangan. Katta sayyora esa olamlar parchalanishini anglatishi mumkin va bu Doktor Doom qarab turgan rasm uning Latveriyadagi qasrida bo'ladi. Bu posterda esa shunchaki Doktor Doom ko'rsatilgan. Uning ko'rinishi esa ajoyib. Treylerda asosan ikkita odam gapirdi. Birinchisi albatta Doktor Doom. U qiyin qaror qabul qilishimiz kerak deb aytdi. Bu albatta u filmda muammoni hal qilish uchun hech kimga yoqmaydigan qiyin qaror qabul qilishini bildiradi. Shu sababdan ham hamma unga qarshi chiqadi. Tor esa barcha birlashishi kerakligini, chunki hozirgi xavf oldin u uchratgan yovuzlardan ancha dahshatliroq ekanini aytdi va buning tasdiqini treylerda ham ko'rdik. Bu albatta ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi, anime stilidan tortib Thanosni yerga urishgacha. Rostdan ham Thanos cheksizlik toshlari bilan qaytara olmagan boltani Doktor Doom ikkitagina barmog'i bilan to'xtatdi. Bu taqqoslash esa menga bitta sahnani eslatib yubordi. Filmda ham Doktor Doom Thanosning umurtqasini sug'urib olish sahnasini kutib qolamiz. Doktor Doom komikslarda Thanosdan rostdan ham ancha kuchli. Tushunishingiz uchun aytaman, u Doctor Strange'dek sehrlar qila oladi, undan qolishmaydi. Aql borasida Reed Richards va Tony Starkdan ham qolishmaydi va o'z-o'zidan dahshat texnologiyalari bor. Mana shunday kuchga ega, Thorni to'xtatib qo'ygani ham to'g'ri, ozgina hayron qoldirdi. Komiksda mana shunday kuchga ega. Yana ozgina ma'lumot beradigan bo'lsam, o'sha maxfiy urushlar komiksida u Beyonder, ya'ni Patustaronning kuchini olib qo'ygan. U shunaqa mavjudotki, xohlagan ishini qila oladi deyarli. Undan kuchini olib qo'ygandan keyin o'sha hamma multi olamlar parchalanib ketgandan keyin bo'laklardan yig'ib bitta umumiy olam yasab o'shanda hukmron bo'lgan va filmda esa katta ehtimol bilan buni Loki bilan bog'lashadi. Ya'ni Beyonderni komiksda kuchini olgan bo'lsa, bu yerda o'sha multi olam taxtida Loki o'tiribdi va Doktor Doom Lokining kuchini olib qo'yish orqali o'zini maqsadlarini amalga oshirishi mumkin. Treylerning boshida Doktor Doom qiyin tanlov haqida gapirgan edi. Bu nimaga bog'liq? Boya ham aytdim. Ya'ni o'sha ikkita olam bir-biri bilan to'qnashadi
hech kim hech nima qilmasa, ikkala olam ham yo'q bo'lib ketadi bir-biri bilan to'qnashib, bittasi omon qolish uchun esa ikkinchisini yo'q qilish kerak. Mana shunday qiyin tanlov, yoki o'zimiz yo'q bo'lib ketamiz yoki kimnidir yo'q qilishimiz kerak dedi. Bu haqiqatan oson vazifa emas. Begunoh shuncha butun boshli olamni yo'q qilib yuborish va X odamlar olamida ham sahna ko'rsatildi. Professor X oynadan qaysidir olam yo'q bo'lib ketayotganini. Shu sababdan insiderlar oldindan xabar berishgan edi. Ya'ni bu X odamlar olami ko'plab shunday to'qnashuvlarni boshdan kechirgan. Ya'ni to'qnashuvdagi nargi olamni yo'q qilishga majbur bo'lishgan. Bizga filmda ham ko'rsatib ketishsa kerak. Insiderlar aytishicha, buning sababi, ya'ni butun multi olamda faqat mana shu olamdagina mutantlar saqlanib qolgan, boshqa joyda umuman mutantlar yo'q. Shu sababdan ular o'zlari yo'q bo'lib ketmasligi uchun qo'ldan kelgancha harakat qilishmoqda deb va Deadpool va Rosamaxa mana shu olamga kelib qolishining ham sababi shu bo'lishi mumkin, chunki boshqa olamlarda mutantlar yo'q bo'lib ketgan ekan. Demak, o'sha Deadpool 3 filmidagi olam ham nimadir bo'lib turib, o'sha Rosamaxani olib kelib to'g'rilagan bo'lsa ham, keyinchalik nimadir nito ketib u olam ham yo'q bo'lib ketgan bo'lsa, o'sha omon qolishga ulgurganlar mana shu X odamlar olamiga kelib qolgan bo'lishi mumkin. Bu shunchaki taxmin. Nimaga shunaqa deyapman? Chunki biz treylerda Gambitni ko'rdik. U Gambit esa Deadpool 3 filmida bor edi va o'sha olamda qolib ketgan. Katta ehtimol bilan o'sha Deadpool 3 oxirida portal ochilib, bu portaldan qaysi olamga chiqqanini bilmaymiz. Katta ehtimol o'sha Deadpool va Rosamaxani oldiga chiqqan bo'lsa, ham Deadpool, ham Rosamaxa va Gambit mana shu olamga kelgan. Chunki bizning ko'zimiz oldimizda isbotimiz bor, Gambit shu yerda. Demak, katta ehtimol bilan filmda Deadpool ham, Rosamaxa ham chiqadi Hugh Jackman ijrosida. Demak, bu olamga o'tgan bo'lsa, ikkita Rosamaxa bo'lib qolishi mumkin filmda, ya'ni o'sha biz Deadpool 3 filmida ko'rgan va mana shu X odamlar olamidagi o'zini Rosamaxasi va oldindan insiderlar aytib kelyapti, Deadpool va Rosamaxa o'sha Tobey Maguire olamiga borib, u olamni qandaydir qurilma bilan yo'q qilish. Chunki Tobey Maguirening ham olami mana shu X odamlar olami bilan to'qnashishga kelayotgan bo'lishi mumkin va treylerdagi o'sha Professor X qarab turgan olam aynan Tobey Maguireniki deb gapirishmoqda. Endi bu shunchaki taxmin, prosta qiziq bo'lgani uchun aytib o'tyapman. U anchadan beri borligi uchun balki filmda mana shunday hodisani ko'rarmiz va insiderlar yana shuni qo'shimcha qilishdi. O'sha X odamlar olamidagi o'zlarining Rosamaxasi mana shunday begunoh olamlar yo'q bo'lib ketganiga chidolmay, o'sha Tobey Maguirening olamida o'zi qolib, qo'shilib o'sha olamdan yo'q bo'lib ketadi va bizga Deadpool 3 filmidagi Rosamaxani qoldirishadi degan. Ko'ramiz filmda qanday qilib buni ko'rsatishar ekan. Momaqaldiroqlar filmining titrlardan keyingi sahnasidan bilamiz. Fantastik to'rtlikning kemasi asosiy olamga yangi qasoskorlarning oldiga keladi. Kema ichidan kimlar chiqishini esa treylerdan bilib oldik. Ular Fantastik to'rtlik, Thor, Dr. Doom va Steve Rogers. Balki ulardan tashqari hali bizga aniq bo'lmagan personajlar ham bo'lishi mumkin. Dr. Doomni Fantastik to'rtlik filmining titrlardan keyingi sahnasidan bilamiz. U bolani o'g'irlash uchun emas, balki Fantastik to'rtlikning oldiga muammoni hal qilish uchun kelgan. Thorni esa treylerdagi kadrlar ko'rsatib turibdi. Steve Rogers ham kemadaligi aniq, chunki Thor uni Mjolnir bilan tekshirib ko'rgan sahnani bizga ko'rsatishdi. Uning ko'rinishi biroz boshqacha. Internetda esa u Kapitan Hydra degan teoriya mashhur bo'lib ketdi. Menimcha esa unday emas. Sizda esa savol tug'ilishi mumkin. Dr. Doom-ku mayli, u o'zi Fantastik to'rtlik olamida edi, lekin Steve Rogers bilan Thor qanaqa qilib kemaga tushib qoldi degan savol. Menimcha buni javobi Loki. Treylerda Lokini ham ko'rsatishdi. U TVA formasida va Steve Rogersning uyiga kelgan. Ya'ni o'sha Steve Peggy bilan qolgan uyga. Lokining kartochkasini esa Steve Rogers ushlab turibdi. Buni qo'lidagi uzugidan bilishimiz mumkin. Loki qachon Stevening oldiga kelganligi aniq emas. Balki hali multiolam taxtiga o'tirishidan oldin Loki serialining voqealari vaqtida kelib ketgandir, yoki taxtga o'tirganidan keyin ham multiolam bo'ylab bemalol yura olar. Lekin bu muhim emas. Bir narsa aniq, u Steveni oldiga kelgan. Bu yerda ikkita asosiy teoriya bor. Birinchisi, Loki Steveni Fantastik to'rtlik olamiga o'tkazib qo'ygan. Chunki Steve vaqtdan ortga qaytganidan keyin yangi olamni paydo qilgan. TVA qonuniga ko'ra esa bunday olamlar yo'q qilinishi kerak. Loki esa Steve ham qo'shilib yo'q bo'lishini xohlamagan. Shunda Loki hali taxtga o'tirmasidan oldin kelgan bo'ladi. Ikkinchi teoriya esa Fantastik to'rtlikning olami o'sha Steve vaqtdan ortga qaytganida hosil bo'lgan olam. Ya'ni bu olam
aslida mavjud bo'lmasligi kerak edi. Stiv esa vaqtdan orqaga qaytib yangi olam hosil qildi va bu hodisa ko'p narsani oydinlashtiradi. Birinchidan, nega Fantastik to'rtlik shu vaqtgacha kino olamda bo'lmagani? Chunki o'zi aslida ular hech qaysi olamda yo'q. Stiv yangi olam hosil qilgani uchungina ular faqatgina bitta olamda bor. Xuddi Doktor Doomga o'xshab. Eslasangiz, rejissyor aka-uka Russolar filmda nega Tony Stark va Doktor Doomning yuzlari bir xil ekani tushuntirib beriladi deyishgan edi. Ya'ni Steve Rogersning qilgan ishi tufayli bu olam umuman boshqacha rivojlangan va natijada Tony Stark emas, Doktor Doom paydo bo'lgan. Ha, bu teoriyalar juda ishonarli, hatto o'zim ham ishonib qolyapman, lekin filmda umuman boshqacha bo'lishi mumkin. Lekin bir narsa aniq, Steve Rogers juda ham katta ehtimol bilan o'sha Fantastik to'rtlik olamida bo'ladi. Va o'sha Doktor Doom, Fantastik to'rtlik, Steve Rogers asosiy olamga o'tganidan keyin Thorni o'zlariga qo'shib olishadi. Menimcha o'sha Steve Rogers aytgan bo'lsa kerak, asosiy olamga o'tgandan keyin shu yerlarda Thor ham bor, uni jamoaga qo'shib olsak yaxshi bo'ladi, juda ham kuchli deb Thorni oldiga borib o'zlariga qo'shib olgan bo'lishi mumkin. Shu sababdan ham Thor kemaga kirganida Steve Rogersni ko'rib hayron qoldi. Keyin ular birgalikda yangi qasoskorlarning oldiga kelishdi. Qasoskorlar binosi esa oxiri qurib tugatilibdi. Bu sahnalarda esa Steve va Doktor Doom yo'qligining sababi treylerda har doimgidek ularni yashirib qo'yishgan. Lekin bu kadrda ushbu sochga e'tibor bersak, katta ehtimol bilan Steve Rogers kirib kelgan. Menga esa uni ko'rgan Bucky, Sam va Scott qanday reaksiya bildirishi juda qiziq. Yana ko'pchilik momaqaldiroqlar jamoasidagi Sentry, ya'ni Bob qayerda degan savolni berishdi. Yaxshilab e'tibor bersangiz, u ham xonada bor. Menimcha esa u film davomida aktiv qatnashmaydi, chunki kuchini ishlatsa yana yovuzga aylanishi mumkin. Lekin film so'ngida baribir bunga majbur bo'lsa kerak. Ekranda ko'rishingiz mumkin, 3 ta olam bir-biri bilan to'qnashmoqda. To'qnashuvgacha qolgan vaqt ham ko'rsatilgan. Olamlar esa albatta Fantastik to'rtlik olami, Marvelning asosiy olami va X odamlar olami. Qahramonlar bu muammoni yechish uchun ikki guruhga bo'linadi. Birinchi jamoa Wakandaga, ikkinchi jamoa esa X odamlar olamiga ketadi. Wakandaga ketgan jamoaga Bucky, Arvoh, Yangi Lochin, John Walker, Tosh odam va Sue Storm, balki Johnny ham shu yerdadir. Ular Shuri va Mbaku bilan uchrashib, Nemirning oldiga borishadi. Uni ham jamoaga qo'shish maqsadida, lekin boshida qisqacha jang kelib chiqsa kerak. X odamlar olamiga esa Thor, Sam, Shang-Chi, Yelena, Janob Fantastik va Gerbi boradi. Ko'rsatilmagan bo'lsa-da, Steve ham katta ehtimol bilan shu yerda. Ularni kutib oladigan mutantlarni ham qisman ko'rsatishdi. Albatta, Professor X bilan Magneto bo'ladi. Gambit ham shu yerda. Shang-Chi bilan bo'lgan jangini ko'rish esa juda qiziq. Yana Mysticning Yelenaga aylanishi menga juda yoqdi. Albatta, mutantlarning sardori Siklop ham shu yerda. Doktor Doom esa X odamlar olamiga kelganidan keyin uning asl maqsadi oshkor bo'lib, hamma unga qarshi chiqadi, lekin kuchlari yetmaydi. Doom qo'lga kiritmoqchi bo'lgan qurilmasini olib, X odamlar olamini yo'q qilib ketadi. Xullas, mana treylerni tahlil qildik. Sizga menimcha spoilerlar ko'payib ketdi, filmda nimalar bo'lishini bilib oldik uje degan xayol kelgan bo'lishi mumkin, lekin umuman xavotir olmang. Treylerdagi deyarli 99% kadrlar filmni boshidan, filmni birinchi 20, maksimum 30 daqiqasidagi kadrlar va biz hozir o'sha filmni 20 minutini tahlil qildik xolos. Ha, o'sha boshida Doktor Doom Fantastik to'rtlikning oldiga keladi, Steve Rogers bo'ladi. Ular o'sha muammoni hal qilish uchun asosiy olamga kelib qasoskorlar bilan uchrashadi. Jamoa ikkiga bo'linib X odamlarga Wakandaga boradi va Doktor Doomning asosiy maqsadi oshkor bo'lib, X odamlar olamini yo'q qilib, o'zi qurilmani olib ketadi. Omon qolganlar esa Fantastik to'rtlik olamiga borib, u yerda nima qilishlarini muhokama qilishadi va aynan o'sha yerda bizga Doktor Doomning tarixi, nega bunday kuchga ega bo'lgan, nega bunday maqsad qo'yganini bizga aytib berishadi va bu filmning boshlanishi bo'ladi. Qolgan 2 soatda nima bo'lishini esa umuman bilmaymiz. Mana to'g'risi 2 soat nima bo'lishini bilmaymiz. Albatta surprizlar bo'ladi, kameolar bo'ladi, qahramonlar nima qilishini ko'ramiz. Shunday ekan xavotir olmang. Hozirgi aytgan gaplarimiz, tahlillarimiz agar to'g'ri bo'lib chiqadigan bo'lsa ham bu filmning boshidagi 20 daqiqasi bo'ladi. Shunday ekan xavotir olmang. Shu joyda aytib o'tishim kerak, agar sizga tahlillarimiz, videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, albatta like va izohlar bilan qo'llab-quvvatlang, chunki bu orqali siz videoni ko'proq odamlar ko'rilishiga, kanal rivojlanishiga sabab bo'lasiz va o'z-o'zidan videolar tezroq chiqadi, sifatliroq chiqadi, kanal tezroq rivojlanadi. Shunday ekan, like va izohlarni ayamaysiz degan umiddaman. Agar kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib qo'ying.
Endi esa yangiliklarga o'tamiz. Yangiliklar esa dahshat. Comic-Conda zo'r anonslar bo'ldi va yaxshi narsalar ko'rsatildi. Hozir ularga o'tamiz. Comic-Conlar tarixida birinchi bor Sony va Marvel birlashdi. Ya'ni O'rgimchak odam yangi kun filmining taqdimoti Marvel panelida bo'lib o'tdi. Oldin Sony va Marvel alohida bo'lar edi va bu juda yaxshi. Nimaga? Chunki bu Marvel va Sony orasidagi munosabat yaxshilanganiga belgi bo'ladi va agar shunday bo'lgan bo'lsa, keyinchalik biz O'rgimchak odamni yana 2-3 ta filmini ko'ramiz. Miles Morales qo'shiladi va hammasi yaxshi bo'ladi. Qasoskorlar boshqa filmlarida ham Tom Holland ijrosidagi O'rgimchak odam qatnashadi va bu juda yaxshi, lekin insiderlar aytib o'tdi, Sony baribir o'sha eski olamini tiklamas ekan, ya'ni oldin Marvelga qo'shish, multi olam qilish niyati bo'lgan, lekin hozir bundan voz kechilgan deyishdi. Balki qaytib qolar, aniqini bilmaymiz, lekin munosabatlar yaxshi bo'lgani albatta yaxshi. Bitta like bosib qo'ying. O'rgimchak odam yangi kun filmining rejissyori Destin Cretton rasman Shang-Chi 2 filmiga ham rejissyor etib tayinlandi. O'zi birinchi qismini ham u suratga olgan edi. Baribir Shang-Chi 2 filmi o'sha maxfiy urushlar filmidan keyin chiqadi, 2029 shu atrofida. Ungacha Destin Cretton Naruto haqidagi filmni ham suratga olib bo'ladi albatta. Va yana bitta ajoyib hodisa bo'ldi Comic-Conda, ya'ni Ryan Reynolds kulrang rangli Deadpool kostyumida Comic-Conda aylanib yurgan, hamma bilan rasmga tushgan, hazillar qilgan. O'zi bilasiz, Comic-Conda hamma cosplay qilib yuradi. Hech kim uni ichida Ryan Reynolds ekanligini bilmagan, rasmlar ham chiqib ketdi. Juda ajoyib hodisa va o'sha Marvel paneli boshlanganda hamma aktyorlar, rejissyor, prodyuserlar sahnaga chiqqanida muxlislar orasidan turib Ryan Reynolds savol berdi. Men ham bormanmi filmda Doomsdayda degan. Shunaqa qiziqarli savollar berdi. Orada Thor nega yig'ladi deb ham so'radi. Mana shunday qiziq voqea bo'ldi. Ha, katta ehtimol bilan Ryan Reynoldsning Deadpool'i maxfiy urushlarda ham va mana bu Doomsdayda ham katta ehtimol bilan chiqadi. Yuqorida aytganimdek, Hugh Jackmanning rosamahasi bilan uni ham albatta filmda kutib qolamiz. Navbatdagi anonslarga keladigan bo'lsak, rasman Ryan Gosling Marvelda, ya'ni u arvoh poygachi rolini ijro etadi. O'zi Ryan Gosling oldindan har bir intervyularida bu personajni yaxshi ko'rishini, komikslarini sevib o'qishini va qachondir Ghost Riderni ijro etishini aytib yurgan edi va mana Kevin Feige uning orzusini amalga oshirdi. Ryan Gosling va Teacher Azam uchun albatta xursandmiz. Menimcha Teacher Azam Marvelga qiziqmas edi, endi qiziqishni boshlaydi albatta. Film 2028-yilda chiqadi. Rejissyor esa Sean Levy, o'sha Deadpool 3 ni olgan. Hozirda Ryan Gosling bilan Yulduzlar jangi olamida film suratga olyapti va boshqa qiziqarli ko'p filmlarni ham suratga olgan. Shunday ekan, Ghost Rider filmi ishonchli qo'llarda deb bemalol aytsak bo'ladi. Lekin noxush xabarlardan bittasi bu, Mahershala Ali ijrosidagi Blade filmi bekor qilindi. Mahershalani o'zi aytdi, agar shu paytgacha suratga olinish kerak bo'lganda film uje chiqqan bo'lardi dedi. Men boshqa bir rolni o'ynamayman dedi. Haqiqatan Marvel cho'zib hech nima qilmadi bu personaj bilan, lekin bu Blade filmi bekor bo'ldi degani emas. Baribir qachondir 2029-30-yillarda Blade filmi suratga olinsa, yoshroq aktyor tanlansa kerak, chunki baribir Mahershala Alining sekin-sekin yoshi o'tib boryapti va yoshroq aktyor tanlansa, keyinchalik ham Blade kino olamida ko'proqqa qoladi. Nega Blade baribir kino olamida qoladi deyapman? Chunki Ghost Rider, ya'ni arvoh poygachi qo'shildi, Oy Ritsari bor bu yerda, Doctor Strange va ularning hammasi mana shu Blade'lar birlashib Yarimtun og'alari degan proyekt suratga olinishi kerak. Bu ham anchadan beri rejada bor. Shu sababdan baribir Blade'ni boshqa kast bilan bo'lsa ham kino olamiga qo'shilsa kerak. Yana bir ajoyib anonslardan biri bu Qora Pantera 3 filmi rasman ishlab chiqarilishi. Premyerasi 2028-yilning 15-dekabrida bo'lar ekan va bosh rolni David Johnson o'ynaydi. Yosh, talantli, o'sib kelayotgan aktyorlardan biri va u o'sha T'Challaning o'g'li T'Challani o'ynaydi, faqat ulg'aygan versiyasini. Film rejissyori albatta o'sha Qora Panterani birinchi, ikkinchi qismini olgan Ryan Coogler uju katta rejissyorga aylandi, Marvelda hurmatga ega va mana shu 3-filmni ham bizga suratga olib beradi va men bundan xursandman. Ushbu Qora Pantera, yangi T'Challa va Ryan Gosling ijrosidagi arvoh poygachi personajlarini Doomsday filmida ko'rmasak ham, Maxfiy urushlar filmida aniq ko'ramiz. Chunki tasavvur qiling, Maxfiy urushlar filmidan keyin ikkalasining ham shaxsiy filmi chiqyapti va Marvelda shunday ajoyib imkoniyat bor. Butun dunyo ko'radigan Maxfiy urushlar filmida ushbu personajlarni reklama qilib olish, ya'ni odamlarga ko'rsatib, tanitib, ularga qiziqishni oshirish. Shunda o'zlarining shaxsiy filmlaridagi kassasi ham yaxshi bo'ladi albatta. Yana bitta narsani Kevin Feige aytib o'tdi. Doomsday va Maxfiy urushlar orasida 1 yil bor va shu orada hech qanaqa film chiqmaydi. Serial chiqib qolishi mumkin, lekin film chiqmasligi aniq ekan.
Demak, anons qilingan hamma proyektlar, kinolar albatta maxfiy urushlar filmidan keyin chiqariladi. Kevin Feige yana shu narsani e'lon qildi. Vision seriali mana shu yilning oktyabr oyida chiqarilar ekan va bu Vanda boshlab bergan trilogiyani yakuni bo'ladi. WandaVision seriali chiqdi, Agatha uni davom ettirdi va Vision seriali bu yo'lni yakunlab berar ekan. Demak, mana shu Vision haqidagi serialda bizga Vandaning taqdirini ko'rsatib yoki aytib ketishlari mumkin. Vanda qayerda nima qilyapti deb, balki aytmasligi ham mumkin, lekin katta ehtimol bilan bu proyektda o'sha yosh qasoskorlar ham yig'iladi. Ya'ni o'sha Kamala Xon, Scott Langning qizi va Kate Bishop, chunki o'sha seriallar titrlaridan keyingi sahnada ham bu narsaga belgilar bo'lgan edi. Treylerda o'zida ham Scottning qizini ko'rdik. Demak, katta ehtimol bilan qizi filmda qatnashar ekan. Yosh qasoskorlarni ham ko'ramiz, chunki ular birgalikda. Bu degani Kapitan Marvel ham filmda qatnashish mumkin. O'zi qiziq suhbat bo'ldi. Comic-Conda so'rashdi Kevin Feigedan emas, Akiko Russolardan, biz filmda syurprizlar ko'ramizmi? Vanda va Kapitan Marvelga o'xshagan deganda, ha, filmda yaxshigina syurprizlar bor deb javob berishdi. Endi bu yerda urg'u aynan Kapitan Marvel va Vanda chiqadi deyishga berilmagan, syurprizlarga berilgan. Filmda syurprizlar bo'ladi. Bu narsa o'zi aniq edi va Vanda va Kapitan Marvelni ham kutib qolamiz. Agar filmda Kamala Xon qatnashsa, albatta Kapitan Marvel ham qatnashishi kerak, chunki bilasiz, o'zining ikkinchi filmining oxirida Monica Rambeau o'sha X odamlar olamiga tushib qolgan edi va Kapitan Marvel va Kamala Xon uni qidirib, uni qutqarishga harakat qilmasa, bilmadim endi Akiko Russolar nima qilgan. Agar filmga ularni qo'shishmagan bo'lsa, katta ehtimol bilan ularni ham ko'ramiz. Vandaga keladigan bo'lsak, Comic-Conda agar ko'zingiz tushgan bo'lsa, o'sha Doktor Doomning kostyumi, o'zi juda ham ko'p kostyumlar qo'yildi, qasoskorlarniki, X odamlarniki va Doktor Doomniki ham bor va ora-orada o'sha oldida Latveriya sehrgar ayollarining kostyumlari ham qo'yilib turildi, ranglari almashib turdi. Yashil, sarg'ish va siyoh rang kostyumlar, ya'ni 3 ta Doomning yordamchilari bo'ladi, ayol sehrgarlar va ulardan bittasi katta ehtimol bilan Clea, siyoh rangdagisi. Chunki bilasiz, Doctor Strange 2 filmining titrlaridan keyingi sahnasida Clea va Doctor Strange ketishgan edi va katta ehtimol bilan Clea Doctor Strange'ni Doctor Doomning oldiga olib borgan. Chunki komikslarda ham xuddi shunday, Doctor Strange o'z xohishi bilan Doktor Doomning o'ng qo'li bo'lgan. Uni hech kim majburlamagan, Doktor Doom bo'ysuntirmagan. Doktor Strange'ni o'zi shunday qaror qilgan va katta ehtimol bilan filmda ham shunday bo'lsa kerak, chunki Doktor Strange 3 chiqmadi va hali beri chiqmaydi va mana bu titrlardan keyingi sahnani qanday qilibdir tushuntirishlari kerak bizga. Shunday ekan, o'sha siyoh rang sehrgar ayol bu Clea katta ehtimol bilan, Doktor Strange Doktor Doomning o'ng qo'li va qolgan ikkita sehrgar ayollardan bittasini Vanda deb taxmin qilishmoqda. Bu mantiqan menimcha to'g'ri, chunki Doktor Strange topa olishi mumkin Vanda qayerdaligini. Chunki ikkinchi qismida ham Vanda qatnashgan, aynan Doktor Strange 2 filmida Vanda yo'q bo'lganday bo'ldi. Uchinchi ayol sehrgar esa aniq emas. Ko'pchilik Peggy Carter demoqda, insiderlar, chunki Peggy Carterning o'zi ham sahnaga chiqqan u yerda. Lekin men bunga unchalik ishonmayman, lekin Vanda va Clea borligiga ishonchim deyarli komil. Ular chiqsa albatta xursand bo'lamiz. Yana bir detal ko'pchilikni bu adashtirdi. Bilasiz, Fantastik 4lik filmining titrlaridan keyingi sahnasida Doktor Doom o'sha Franklin Richardsning oldiga kelganda uni yuzini emas, shunchaki qo'lida ushlab turgan niqobini ko'rsatishdi va u niqob mana shu Comic-Conda ko'rsatilgan sehrgarlar ayolining niqobiga juda o'xshash va demak bu Doktor Doom emas ekan. Titrlardan keyingi sahnada Doktor Doomning yordamchisi sehrgar ayol kelgan ekan deyishdi. Yo'q, umuman unday emas. Yaxshilab e'tibor bersak, Doomning qo'lidagi niqob ayolniki emas, ko'rinib turibdi. To'g'ri, u posterda yoki treylerda ko'rsatilgan Doktor Doomning ham niqobi emas. Insiderlar aytishmoqda, Doktor Doom har doim bitta kostyumda yurmaydi. U masalan urush bo'lmasa, bemalol yurgan payt o'sha oddiy kostyumini kiyib oladi. O'sha titrlardan keyingi sahnasida ko'rsatilgan, mana bu qo'rqinchli bo'lmagan, oddiygina niqob bo'ladi, oddiygina kostyumi bo'ladi. Qachon urushga borsa, o'sha bizga treylerga ko'rsatilgan texnologiyalarga boy, sehrga boy, runalarga boy qo'lidagi mana shunday kostyumini kiyadi. Boshqa holatda esa oddiy kostyumda yuradi. Masalan, qasoskorlar bilan Fantastik 4likning kemasida asosiy olamga kelganda ham o'sha kostyumida bo'lishi mumkin, oddiy maskali kostyumida. Bu narsani adashtirib yubormang. Menimcha hamma yangiliklarni aytib bo'ldim, asosiylarini, treylerni ham tahlil qildik. Albatta ularga bo'lgan fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Men uchun qiziq, albatta o'qiyman. Va shu joyda bitta e'loncha aytib ketmoqchi edim. Oldin ham aytgandim, o'sha Doomsday filmiga tayyorgarlik sifatida Marvelning deyarli 30 ga yaqin filmlarini ko'rib, o'sha
o'zim reaksiyamni yozib, unga reaksiya qilib, filmga orada tahlil qilib ketaman, kinoni joylarini tushuntirib, men shunday videolarni yopiq Telegram kanalga joylab boraman deb hali boshlangani yo'q. Lekin yaqin orada boshlanib qoladi va bu narsani e'lonini birinchi bo'lib Telegram kanalimda beraman. O'zi Telegram kanalimga o'tsangiz, eng so'nggi kino yangiliklar joylab boriladi. Men shunday e'lonlarni berib boraman. Shunday ekan video ostiga o'tsangiz, Telegram kanalim manzili bor, o'tib obuna bo'lib qo'ying. Albatta e'lonini beraman agar yaxshi yangiliklar bo'lsa. Agar sizga bu video yoqqan bo'lsa, albatta layklaringizni ayamang, izohlaringizni yozib qoldiring. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying, chunki oldinda ajoyib kontentlar bor. Yangi videolarda ko'rishguncha